Assalomu alaykum, hurmatli hamyurtlar. Yaqinda biz shu 10 kun 15 kun oldin mahallamizdan Qodir Bazbek 80 akamizga xastaligi bilan olib chiqqandik. Hop, undan keyin bizga murojaat kelib tushgan edi. Farg'ona viloyati Bog'dod tumani To'da qishlog'idan bir opamiz ozgina xasta bo'lib, shu 2 yildan beri shu kasallikni o'tkazib boshlagan ekan, xudo xolasa. Bu opamizning sharoitlari, imkoniyatlari bo'lmaganligi sababli shu ayalari, xo'jayinlari o'tib ketishgan ekan. 5 nafarmi qancha? 6 nafar farzand bilan beva qolishgan ekan xonamiz. Bular mahalla vakillari inshaalloh shu opamizga qo'ldan kelgancha ozmi ko'pmi yordam qilaylik degan tarzda shu video murojaatni xalqqa olib chiqqanligimiz uchun hoji bobomiz mana mahalla vakillaridan bittalari shu oila to'g'risida bir ozgina ma'lumotga ega bo'lamiz inshaalloh. Mana shu o'g'limizni gapirgan gapini qo'llaymiz. Ishlamizda shu mahalladoshmiz. Ularning ahvoli og'ir. Faqat 6 farzand chiqardi mana. Bittasi chetda, otasi vaqtli o'tib ketgan dadasi. Shuning uchun shu murvat qovlarini cho'zsalaring. Ularni sotib bir o'zlarini anaqa qilib davolaydigan sharoitlar yo'q, ha? Yo'q. Endi hozir mana 6 ta farzand chiqardi mana shu. Shu otamiz chiqardi. Mana shu farzand chetda shu mana shu 2 yildan shu mazasi yo'q. Hozir tashxisi oqqon kasali qo'yilganda, xuddi shunday. Shunga xudo xolasa imkoniyat darajasida xalqqa murojaat bilan chiqqanimiz saxovatpesha insonlarimiz ko'p inshaalloh. Mana bir akamizni jo'natdik Hindistonga. Xudo xolasa akamiz shifosini berib tuzalib kelsin inshaalloh. Mana o'shalar qatorida bu opamiz ham ozmi ko'pmi bizdan shu xalqdan shu saxovatpesha insonlardan ozmi ko'pmi shu yordam so'rab chiqishgan ekan inshaalloh. Hozirgi shu videolarimizda xudo xolasa barcha yaxshi saxovatpesha insonlar ko'rib turgan bo'ladigan bo'lsa, ozgina shu 5000 so'mmi, 10000 so'mmi qancha qo'lidan keladigan bo'lsa, o'zlarining karta raqamlari bog'langan inshaalloh. O'zlariga murojaat qilishlagan bo'ladi. Telefon raqamlarini qo'yganmiz inshaalloh. Barchalari haqiqat bu. Mana To'da qishlog'iga kelib so'rasalar ham mana shu uyda adresini berishadi. O'zlariga misol ehsonlang bo'ladigan bo'lsa, ehsonlangni o'zlariga berib ketishlari ham mumkin. Mana mahalla raisimiz. Hakikaten bu oila yetakchisi yo'q, buraliga daromad qilib olib keladigan odam yo'q, hammasi ayollar. Mana holatni o'zi ko'rib turibsizlar, sharoiti yaxshi emas. Shuning uchun shunga imkon boricha hammamiz birgalikda ozgina bo'lsa ham ozgina yordam qo'limizni cho'zishimiz kerak. Imkoni borlar. Xudo xolasa mahalladan ham bir fidoyilar chiqib, shu biz bunaqa qilamiz, bundan qilamiz bo'lgan bunaqalar ham bo'lyaptimi xudo xolasa? Ha? Xohlasa Ramazon oyida turibmiz, hammamiz oxir mumkinlik, ha? Xohlasa shunday ehsonlarimiz qilib qo'ysa, savobi ham ko'p bo'ladi, xudo xolasa inshaalloh. Fitr sadaqa deymizmi, zakot deymizmi, qo'ldan kelgancha bersak, xudo xolasa, shu sinimiz tuzalib ketsa, hammamiz uchun, baxtimiz uchun, onasining uchun, baxti uchun ham yaxshi o'tib ketsin iloyim. Hammalariga shifo bersin. iltimos qilamiz shuni, qo'ldan kelgancha ehson qilsak yaxshi bo'ladi xohlasa. Hammaning ehsonlarini o'zi qabul qilsin. Nogahon kirsang yonimga, Azroil ko'z tikib jonimga, iltimos tegmay tur, poklanib borayin Allohim yoniga. Qur'onni tilovat qilsaydim, bekorga o'tkazma yoshimni. Hurmatli yurtdoshlar, 6 ta qiz katta qilib otalari vafot etib ketgandi, o'zim joyladim. Endi shu qizim kasalligi tufayli eridan ajrashib, endi shunaqa bo'lib 2 yildan beri o'tiribdi. Oxiri yetkazolmay qoldi, sizlarga iltimos qilyapmiz. Alloh dasturlaringga baraka bersin. Saxovatpeshalardan umid qilib turibmiz. Shu tufayli ajabmas, shu bolam tuzalib ketsa Allohdan so'raymiz. Hamisha komil yuzlaringni yorug' qilsin. Sizlar meni bolam uchun harakatlagan bo'lsangiz, sizlarni Alloh qo'llasin. Hamisha topganlarning to'ylarga buyursin. Ushlaganlarning oltin bo'lsin. 2 dunyo saodatidan bahramand bo'lib o'ynab yurgan bolalar. Har bir banda ketar dunyodan, sen ham men ham tark etarmiz, bilib qo'y. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, Alloh subhanahu va taologa cheksiz hamd sanolarimiz bo'lsin. Mohi sharif Ramazon oyining oxirgi dahalarida turibmiz. Mana Bog'dod tumanining To'da qishlog'ini bir bemor opamiz Umidaxon oilalariga keldik. Alloh taolo bu opamizga shifoi ojizalar, shifoi kulliyalar ato qilsin. Tez kunlarda
tog'ayib ketsin. Saxovat peshalar shu opamizga befarq bo'lib qolmaylik. Qiyomatda har birlarimiz shu ojiz odamlarga, miskinlarga qaramasak, Alloh subhanahu va taoloning oldida, huzurida qiyomatda har birlarimiz javob beramiz inshaalloh. Alloh taolo barchalarimizni ajr mukofotlarimizni eng oliylariga, Rayyon degan jannat eshiklaridan kirishlikda barchalarimizni Alloh taolo yetkazsin. Payg'ambarimiz alayhissalomga xos va loyiq ummat bo'lishlikni barchalarimizdan so'rab qolaman. Alloh taolo barchalaringni Alloh taolo o'zi rozi bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.